Manam olmos demadim buni. Shu bujteriya demasdan oddiygina ziray deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Tekin. Meniyam kimdir sevar hayotda. Singil bo'lib sevib berishim mumkin. Singil bo'lib xurlik qilasiz, raysiz, rahmat. Manchi, boshqa variantlar yo'qmi? Manchi, просто takka mana bunaqa gaplashib yuradi-yu, vaqt o'tkazib. Shunaqa yurishni xohlamayman-da. Qatlisiz, Toshkentda yashayman. Rahmat. Nimani xohlaysiz? Hozir nima qilyapsiz? Unda o'tiribmi? Ancha bo'ldimi efir ochganga? Yo'q. 5 minut bo'ldimi? Pam. Kulmang Matveyga. Xafaman men sizdan. Как вас зовут? Чарос. Doktor aytdi menga sen postiyani kul dedi-yu. Bo'ldi aka, unda o'zingiz voice qilib tanlang. Meni ham постоянно kulgim kelyapti. Riltinga qoshlari shuncha o'ynayapti. Oshingiz nima bo'larkan? Oshingiz ham o'zim ham o'ynayman. Tava qilib o'ldirib yubordingiz. Siz meni nima deb o'ylaysiz? Meniga o'xshayapti, siz qitiqlang. Meniga ham o'xshamaydi aka. Meni qo'llarim kichkina. Qitiqlaganim bilan foydasi yo'q. Men oyoq tagini qitiqlasam, qitig'ingiz kelishi mumkin. Nega? O'zingiz qitiqlasangiz, qitig'ingiz keladi, oyog'ini tagini qitiqlang. Men qanday yopaman? Planimni. Hozir oyoq kiymaychi. Bo'ldi, keyin natijasini biz bilan bo'lishing. Men nega shunaqa makillab qolarkanman? Tushunmayman-da. Siz ham kelajakda psixolog bo'lasiz точно. Rahmat. Kim bo'lsam ekan deb o'tirdim. Bo'ldi, psixolog bo'lsam psixolog bo'laman. Aytgancha men bu yerdachi orqa fonni chiroyli qilsa bo'lar ekan. Bo'lmayapti juda. Mana. Nima siz? Matveyga? Siz ham makillab qolasizmi?
Mandachi, men shunaqa bilasizmi? Psixolog yordamchisi bo'laman. Hayotini qaysi qismida begona hayotdan chiqarib tashlaysiz? Shtofoli. Shtofoli chiqib ketaman. Shtofoli. Faqat tezroq topishim kerak. Yoki erga tegsam, chiqib ketaman. Menimcha bega yaxshi tanlaydi. Men begodan ko'p topmayman. Men bu donatorlar kelsa, men ham shuncha yurdim, bas xotin topishim kerak. Qani, yer yaxshi. Da, shunaqa qilaman. Qancha oyiga? Bu oy 30 ga yopsam, 30 ga qancha edi? O'tgan oy 700 ga qanchadir dollar oluvdim. Bu oy ko'p olmayman, chunki ko'p efir ochmadim. Mahrga kelik deysizmi? Endi uni erim bilan kelishib olaman. Sizga nima?